Assalomu alaykum, azizlarim, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Bugun bitta patsientimiz borlar. Bu kishi bizga statsionar yotibdilar. Bu birinchi tug'ruqlar 35 haftada tug'ruq bo'lgan, chala tug'ruqlar bo'lgan. Hozir bu kishida уже 25 haftada bizga murojaat qilganlar. Ko'rganmiz, shayqalarni o'lchaganimizda 30 mm, juda ham kaltalashgan shayqa. Shuning uchun bu kishiga arabian pisariyalarni qo'yib beramiz. Bu shayqani ushlab beradi bizga. Pol mana bu yoqqa shayqa tiqiladida, mana bu teshuvchalardan bemalol выделение ajralib turadi. Bu homiladorlarga har masroqlardan mumkin 12 haftadan keyin qo'yish mumkin bo'ladi. Biz обработкаlar qilganmiz, bu ayolimiz tayyorlanganmiz. 10 kun davomida 9-kunda, 9 kun davomida tayyorlab, tak обработкаlar, местный обработкаlar qilinganlar, местный обработкаlar qilib, tozalab, shuni hisobda bugun endi bu kishiga pisariya ustanovka qilib beramiz. Pisariya qo'yganda hech qanaqa muammolar bo'lmaydi, to tuqquncha turadi. 37 haftadan o'tgandan keyin olamiz pisariyalarni, keyin bemalol o'zlari tug'ishlari mumkin bo'ladi.